alaykum. Centrum Holidays tur firmasining ashaddiy obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisida video syomkani siz obunachilarimizga chiqarib boryapmiz. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyiga juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Mana shu chegirmalarni video davomida siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar. Bugungi video syomkamizga bizga yordam beradilar. Nizomiddin hoji akamiz o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olib, siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Ishlar bilan rahmat. Hoji aka, dekabr oyiga juda ham zo'r chegirma e'lon qilingan ekan. Bundan hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha. Xo'p, assalomu alaykum. Hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari, bizda hozirda safarimizda dekabr oyiga 25-dekabr hamda 27-dekabr hamda oyda oxirigacha narxlarimizni e'lon qilamiz. Diqqat bilan eshitinglar. Narxlarimizni ozgina chegirmalarni yana e'lon qilishda davom etyapmiz. Xo'p, ulgurganlar ulgurib qolasizlar degan umiddamiz. Hozirgi kunda bizda Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda hamda Namangan Jidda Toshkent Madina Primur reyslarimiz bor. Shu videoda oxirigacha ko'rsalayin, narxlarni ham batafsil e'lon qilib o'tib ketamiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda bormoqchi bo'lsangiz, Centrum Holidays tur firmasini tavsiya beraman. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarida bron qilishlaring mumkin azizlar. Xo'p, hoji aka, yana bir narsa, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi? Shularni ham bir qota aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 2 kun Madinada, 12 kun Makka shahrida bo'ladi. Madinamizdagi gostinitsalarimiz oraliq masofasi 150-200 metrda bo'ladi. Makka shahrida esa 1,5-2 kilometrda gostinitsalarimiz oraliq masofasi bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Bemalol 5 mahal namozga borib kelishlari mumkin. Albatta 14 kun umra safarimiz mobaynida 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Makkada 12 kun o'zbek milliy taomlari, 2 kun Madinada 2 mahal abed ujun, 2 mahal Madina shahrida o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta 14 kunlik safarimizda 50 boshlarimiz hamrohligida aeroportdan birga ketib, ham 14 kun ibodatida, sayohatlaringda hamda bir qancha qo'shimcha ziyoratlaringda 50 boshlarimiz bilan birgalikda hamrohlikda bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa, hoji aka, bizni mana shu Centrum Holidays tur firmasidan telefon qilyapmiz deganlarga bonus va chegirmalar qilib beriladimi? Albatta. Bitta oiladan 5 kishidan ortiq odamlar bo'lib qolsa ham bemalol telefon qilishaversin. Xo'p, demak, xudo xolasa telefon qilishaveradi. Siz obunachilarimiz bilan bog'lanib, chiroyli narxlarda qilib berasiz. Xo'p, hozirgi kunda dekabr oyining oxirigacha narxlarimiz necha pul? Toshkent, Farg'ona, Namangan yo'nalishlari bo'yicha. Xo'p, dekabr oyigacha narxlarimiz $1000 dan bemalol aloqaga chiqishaversin. Farg'ona, Namangan, Toshkentdan har kuni kunora vodiydan har kuni Toshkentga reyslarimiz bor. $1000 dan bemalol telefon qilishaversin. Toshkent Jidda, Toshkent Madina, Farg'ona Jidda hamda Namangan Jidda Primor reyslarimiz bor. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa. Demak, hurmatli obunachilar, mana eshitdilaring, o'zlaring $1000 dan oyning oxirigacha Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reyslarimizni Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, to'lovlarimiz, bu e'lonlarimiz, bu nimalarimiz, narxlarimiz 12 ta viloyatga bemalol bizga quyidagi raqamlarga telefon qilsa, Telegram, WhatsApp orqali Zagram pasportlarni tashab berishadi. Biz ularga Centrum Holidays bank shot raqamlarini tashab beramiz. O'zlariga yaqin bo'lgan bank filiallariga borib to'lovlarda amalga oshirsa, o'sha joylari bron hisobida o'taveradi. Xudo xolasa, ya'ni sizga cheklarni tashab Albatta, vodiy shahridan vodiyliklar bo'ladigan bo'lsa, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasiga kelsa, manzilimiz mana stansiya vokzaliga kelsa, mana shu yerda ham bemalol kassalarimiz bor, to'lovlarni amalga oshirsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham niyat qilib, yaxshi niyat qilayotgan bo'lsangiz, ota-onangizni ishonchli va garantiyali tur firma orqali umra ziyoratiga jo'natmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va joylarini bron qilasizlar. Biz sizlarga qo'limizdan kelganicha ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Bo'lmasam biz video syomkamizni shu joyda tamomlaymiz. Hoji aka, xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamanglar. Sog' bo'linglar, rahmat.